Kelib shu yosh bolaga kuchingiz yetdimi? Necha pul turadi? Mana tag'ingiz. Nima edi? Assalomu alaykum amaki. Alaykum assalom. Mashinangizni yuvib beraymi? Toza yuvasanmi o'zi? Top-toza yuvaman amaki. Agar toza yuvmasang, pulini bermayman. Xo'p bo'ladi amaki. Men do'konga kirib chiqaman. Xo'p. Ey, nima qilding buni? Amaki bilmadim, o'zi sinib ketdi. O'zidan o'zi sinadigan narsa emas bu, turgan narsa qanaqa sinadi? Qanaqa to'laysan buni pulini? Kuniga 10 ta mashina yuysang ham buni pulini to'la olmaysan. Amaki, kechiring. Tinchlikmi? Ne baqiroz bolaga? Mashinangizni yuvib beraman deb dvorningni sindirib qo'yibdi. Kelib shu yosh bolaga kuchingiz yetdimi? Necha pul turadi? Mana tag'ingiz. Nima edi? To'laysizmi pulini? To'lab beraman. Mana buni oling, yetadi yengisiga. Amaki, rahmat. Yuvishni bilsang yuvgin mashina. Bolam, oting nima? Ramazon. Ramazon? Nega maktabga bormasam bunaqa ish qilib yuribsan? Amaki, maktabga anchadan beri borolmayapman. Ro'zg'orga yordam bermasam bo'lmaydi. 2 oy oldin adam olamdan o'tib qolganlar. Qiynalib qoldik. Onamga yordam bera olmayman amaki. Shunaqa degin. Mana qara. Men pulni ol. Oyingga olib borib ber. Ro'zg'orga ishlatasizlar. Mana menmi? Meni do'konim. Har oy oldimni kelib turgan. O'zim ro'zg'orga yordam qilib turaman. Rahmat amaki. Men ham sizga o'xshab katta bo'lsam, saxovatli boy bo'laman. Baraka top. Yaxshi o'qi. Maktabingni qoldirmagin. Xo'p.